Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, olti, yetti, sakkiz. Sakkizta, to'rtta, beshta. Okay. Yutqazishyapti. Alijonov markaz orqali Lukka o'ng qanotga, Ryaskos Hojiakbarga, o'ziga Ryaskos pas, Igor Sergeyev, Suyunov, to'p qaytarildi, gol! Paxtakor hisobni ochmoqda. Umar Adhamzoda uzr so'rayapti, chunki u Neftchida o'ynagan. Uzr so'rayapti. Paxtakordan boya aytganimdek muxlislar kelgan, shiddatli hujum. Hojiakbarning mana bu pasi professorlarga xos pas. Ryaskos ham yomon uzatmadi, Igor Sergeyev tepdi, Suyunov qutqardi, ofsayd yo'q. Ubaydullayev emas, G'ofurov qolib ketdi markaziy himoyada. Mana yana bitta shu uzatma goldan-da chiroyli deyishimiz mumkin, chunki Umar Adhamzoda taxminan 1-2 metr masofada kerakli payt, kerakli joyda paydo bo'ldi. U ovladi mana shu golni. Yirtqichdek kutib o'tirdi va to'p unga kelib tushdi va darhol emotsiya, ya'ni birinchi xursandchilikni o'yin davom ettirildi. To'p bilan Umar Adhamzodaning zarbasi, Ryaskosning va 2-0. Eldor Suyunov birinchi zarbani qaytargan edi. To'p Ryaskosga kelib tushdi va u zarba berganidan so'ng Neftchi himoyachisining oyog'iga tekkan holda to'p darvoza to'riga kirib ketmoqda va taym oxirida Paxtakor ustunlikni oshirmoqda. Umar Adham yo'q, ofsayd, chunki so'nggi himoyachi sifatida Sayfiyev bor edi orqada va mana Ryaskos zarbasi kuchli chiqmadi. Mana bu yerda rikoshet bor edi-da, Suyunovning qo'liga kelayotgan to'p himoyachi oyog'iga tekkan holda yuziga tegib qaytdi. Ana shu narsa katta rol o'ynadi. Maydon markazida Paxtakor futbolchilari to'pni egallab olishdi va bu Lukka edi. Chap qanotda hech kim yopmadi. 5 Resan, Trivela bilan pas, Igor Sergeyev 3-0. 3-0 Paxtakor. Rezanning super uzatmasidan keyin Igor sezilib turibdi, Igor ancha formaga qaytib olgan. Mana shu vaziyat ham ko'rsatib turibdiki, avvalgidek gol his etish qoldi. Qandaydir bir rikoshetchalar, to'pning qaytib kelib tushishlari rol o'ynagandir, ammo mana qaniq uchta markaziylardan biri yoki o'ng qanot, Toshmirzayev ham pozitsiyada emas va ichkaridagi himoyachilar ham Igor Sergeyevni bo'sh ma'lum edi-yu, Bashar Resan o'sha zonaga pas berishi, lekin mana hamjihatlik kuzatilmadi bu yerda Neftchi futbolchilari orasida. Bugungi gollar orasida bunisi aynan qanadi.
Toshmirzayev orqaga uzatma. Mana bu yerda yaxshi vaziyat bo'lishi mumkin, ammo sirpanib ketyapti. Ubaydullayev kutilmaganda. Mana Paxtakorning qarshi hujumi. Pas. Igor Sergeyev orqaga uzatma, darvoza bo'sh. 4-0. Va yana uzr so'rayapti Umar Adhamzoda. 4-0. Ha, intriga endi hozir darajasi pasayishi mumkin. Mana tomosha qiling. Albatta hozir bu golni agar tahlil qiladigan bo'lsak, bu qaytgan to'p emas, darvoqe Igor Sergeyevning ongli ravishda bergan pas tegmadi to'pga. Ya'ni Igorning o'zi qabul qildi. Qarab turib pas berdi. Umar darvozabon chiqib ketganini ko'rib ustidan tashlab qo'yapti. Yana o'ng oyoqda o'zi chapaqay. Rебята, hamalaringizga katta rahmat, молодцы. Вот это реально Paxtakor. Rostakasi Paxtakor bo'ldi, to'g'rimi? Hamalaringizga молодцы, rahmat. Но у меня давление вот эти последние недели вообще tamom bo'ldi. Bugun mana Hojiakbar tug'ilgan kunlariga hammalaringiz podarka qildilaringiz. Butun Toshkentning aholisiga podarka berdilar. Rahmat sizlarga.
Bugun klassikani ko'rdik, Rosekasi. Не просто так победа o'tdi, Vial emas. Super победа. Молодцы. Bor bo'llaring. Rahmat hammalaringga. Lekin ikkinchi taymda tashib yubordilaring ozgina. Shuncha rezultatga. Молодцы. Birinchi taym o'zi bo'larkan shunaqa o'ynasang. Nima qildilar, men tushunmadim to'g'risini aytsam. Я точно не понял birinchi taymda. Ha? Yo, ular o'ynashni bilmadi. Yo, salla o'rgandilaring. Ha? Ikkinchisimi? Bo'ldi, bolalar qanday shunaqa ketdilar. Chempion bo'lishlaring ko'zlaringga yetibdimi? Hali yo'qotmadi qish bolani. To'g'rimi? Bugun hammalaring drujina yaxshi o'ynadilaring. Chempion bo'lamiz yigitlar. Bo'ladimi? Bo'ldi. Qila olamiz xudo xolasa. Ko'zlaringga yetibdimi hammalaring bir bo'ladi. Bo'ldi, nimadan qo'rqasanlar? Bugun eng katta raqiblaringni urdilaring. O'zini qo'yasizlar. To'g'rimi? Baleychilarga ming rahmat deyish kerak. Oxirida sallarni почет bilan kuzatib qo'ydi Farg'onaliklar. Ularga ham rahmat, молодцы. Bizlarning futbolistlarga ham rahmat, o'yinchilarimizga ham rahmat. Baleychilarga ham rahmat. Hammalaring zo'r o'tkazdilar. To'g'ri, Sanja ko'p erkalanib ketding Hojiakbar bo'laydi. Figurni katani ham futbolni adashtirib qo'yding. Ну ладно, to'g'riga ko'ring, bugun zo'r bo'ldi. Rahmat. Umar, молодец. Ikkita gol, bitta assist. Bo'larkan-a? Rahmat. Sizlar bilan gaplashganingiz foydasi berdi. No, oldingiga gaplashishni xohlamayman hech qachon. Xohlamagan, men hayotimda bunaqa so'kmaganman, hech kim bilan so'kishmaganman. Birinchi marta bo'ldi va oxirgisi bo'lsin. Bo'ladimi yigitlar? Bo'ladi, kelishib shunaqa qilamiz. Chempion bo'lamiz. O'sha shu. Rankani baland.